Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizani diqqat bilan tomosha qilayotgan muxlislar. Men Roland Yayitni bu safargi mijozimiz Samarqandga ketadi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Fayzigent mahalla Ravot qishlog'idan Akmal aka Halilov. Halilov Akmal akamizga jo'natamiz. Akmal akamizning eshitishimcha 34 yildan beri sozandalik qilar ekanlar. Akamizga omad tilayman. Xudo xohlasa inshaalloh fayzli, barakotli bo'lsin. Olayotgan asboblari, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Xudo xohlasa buni ochamiz va Akmal akamizga Samarqandga, Kattaqo'rg'onga jo'natamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ochamiz buni. Roland Yayitda elektron cholg'u asbobi. Bu Samarqandga Akmal akamiz, Halilov Akmal akamiz ketadi. 34 yildan beri sozandalik qiladigan Akmal akamiz. Nima deymiz endi? Omad. Hamisha bu instrument programma qilamiz. Programma qilgandan keyin O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Xitoy, Yurtlar, Ozarbayjon uchun maxsus programmalar qilganmiz va buni xotirasiga joylashtirib yuboramiz. Kimga shunaqa instrumentlar kerak bo'lsa, jo'natib qo'yamiz. Hurmatli obunachilarimiz, bizdan kuzatishda davom etinglar. Talablarga binoan uzatamiz degan qo'shiqni so'ragan ekanlar, eshitamiz. Marhamat.